Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana navbatdagi obyektimiz jami 285 kilovatli quyosh stansiyasini o'rnatdik. Bu to'xtaronli quyosh panellari. Har bitta mana restol yasaganmiz. Chiroyli qilib yasalgan. Profillar ham mana 10 ga 10 lik, tepalariga 12 ga 6 lik, bitga 6 ga 4 lik. Panellar qotirilgani 4 ga 4 lik profillarda ishlatganmiz. Mana umumiy quvvati 100 kilovatli bo'lgan DA invertorimiz. Bunga biz jami 9 ta progress qilib 18 tadan quyosh panelini o'rnatganmiz. Har bitta mana quyosh paneli o'zini kabellari, ichida o'zini avtomatik включательlari, DC предохранитель, uziblar. Stansiyamizdan jami 100 kilovatlidan 3 ta o'rnatganmiz. Hammasiga 95 kilovatlidan quyosh panelini ulaganmiz. Hozir yozgi kunida eng pikka chiqqani 80 kilovatgacha chiqyapti. Bir kunda 570-550 kilovat ham chiqyapti. Havo bulutli bo'lgan kunlarda 200 kilovat, 300 kilovat ham chiqadi. Hozir 16 kunda 7200 kilovat elektr energiya chiqaribdi. 7200 ni bo'lib yuborsam 437 kilovatdan to'g'ri kelyapti. Bu o'sha Toshkent shahrida joylashgan O'zexpo markazi ichidagi avtostoyanka.